Salom hammaga. Honor 200 Pro haqida qisqa va lo'nda ma'lumot. Displey 6.78 dyum, OLED, yangilanish tezligi 120 Hz, barmoq izi skaneri ham displeyda joylashgan. Smartfonning orqa paneli shishadan, ramkasi plastikdan ishlangan. Oq, qora, moviy, pushti ranglari bor. Og'irligi 199 gram. Protsessori Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Operatsion tizim Android 15. Operativ xotirasi 12 yoki 16 GB, saqlash xotirasi 256 GB dan 1 TB gacha bo'ladi. Smartfonning orqa kamera blogida 3 ta kamera joylashgan, ikkita 50 megapikselli 4K video yozish imkoniyati bilan va bitta ultra burchakli 12 megapikselli kamera. Old kamerasi ham 50 megapikselli. Akkumulyatori 5200 mAh, maksimal zaryadlash quvvati 100 Watt. Simsiz zaryadlash quvvati 66 Watt. Tez zaryadlash funksiyasi bilan 30 daqiqada 75% gacha zaryadlanadi. Smartfonga Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 versiyasi o'rnatilgan. Ikkita SIM karta tushadi, 5G tarmog'ida ham ishlaydi. Sensorlar va detektorlari: yaqinlik sensori, giroskop, akselerometr, yorug'lik sensori, kompas. Smartfonning o'rtacha narxi $600. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da yaxshi va qiziq ma'lumotlar hali oldinda.